keliniga tajovuz qilayotgan, kelinini nomusiga tegayotgan qaynatalar kundan kun ko'payyapti. Xudo asrasin, tag'in ham bir yer yutib olmayapti. Dod deyapti kelinlar, kelyapti yig'lab. Onalar kelyapti, qudam o'lgur, qizimni qo'ymaydi ekan, falan ekan, tugun ekan. Ko'p mana shu narsa, kundan kunga ko'p. Nimaga? Qayerda bo'lgan? Qachon bo'lgan? O urush yillari, urushga ketib, vatan himoyasi uchun ketib, o'g'lidan qoraqat kelib, o'g'li yo'q bo'lib ketgan taqdirda ham otalarimiz bu ifloslikni qilmagan. O'sha o'g'lidan qolgan keliniga bu ifloslikni ravo ko'rmagan. Bir odam kelib so'rayapti, menga yuborgan. O'g'li o'tgan ekan, kelinimni nikohlab olsam maylimi deb qaynata elchi yubordi meni oldimga. Menga o'sha qaynatani olib kelgan, men janozasini o'qib beraman shu yerda dedim.